Salam, qadrli do'stlar. San'atning o'tida kuyib, suyida oqqanlar. Ham shundaqla mehmon kapti deb bag'riga mahkam baqqanlar. Muhabbatli ko'zlari bilan sahnimizga tikilib baqqanlar. Salam, san'at va san'atkorning hurmatini qilishni biladigan suyimlik Turpandagi urug' tuqqan yoru do'st birodarlar. Kechliklar xayrli bo'lsin. Nijot Vali Yoqubdan navbat tamamlag'i sig'inishlik salam, oliy ehtirom. Barliq do'stlarimizning Katran oqshimimizga qadam tashrif qilganligiga minnatdorligimizni bildiramiz. Şinjan Katran Biofan texnika cheklik shirkati alayda qo'llagan. Şinjan kuychi madaniyat taqti cheklik shirkati uyushtirgan. Pichan oylik Kiroran naqshi usul teatri hamkorlashgan Katran oqshimi Halima Yusuf naqsh kechiligi hozir boshlandi. Qadrli mehmonlar, biz bugun hayotni sevgan qizg'in güzel bir ateş kızının hikayesini tanışayımız. Vatan sevgisini, yurtның muhabbetini, yaşlıqның cezbidarlıqını, muhabbetның şiirlikini onun nakşilerden tanışayımız ve izleyimiz. Halima Yusuf 20 yıllık san'at hayatıda ateş yurt Turpanda öz nakşileri bilen güzel vatanimizni, inak Şinjan'ı, muhabbetlik turmuşumuzni küylep geldi. Gülge aşık bulbuldek yaxşılıkla, hoşallıkla, terakkiyatlar için sayrap harmedi. Qenondaqda qadrli mehmonlar, urug' tuqqan yoru do'st birodarlar, eng qizg'in kayfiyatimiz bilan, qiyoqas cho'qanlarimiz bilan, biz uchun chiroyli naqshlar bilan ajoyib chiroyli kuy dasturxoni hozirlagan do'stimiz Halima Yusufni sahnimizga taklif etamiz. Sahnimizga marhamat.
Salam, hürmetli mihmanlar. Hemmeğlarga Ateş kızı Halime Yusuf'un oğlu salam. Nöbette oralap berdiğen nakşam. Tekstini Muhtar Buğra akimiz yazgan. Müzikisini Mevlam Memtimin ustaz işligen. Mengülük Hemra degan nakşamni huzurunlarga sunaman. Rahmat.
hasretide Gülxanmen hasretide Gülxanmen azaplandım tenha muğlana yok mu ona nigari yok mu ona nigari şimdiki Qadirli mehmonlar, bugun biz Ketren akşamı namida Halima Yusuf Hanım icrasidagi cho'ng tipdagi naqshkechiligidan huzur ilib o'ltiribdik. Halima Hanım xo'shallik uchun, muhabbat uchun biz uchun xandon urib sayrashga roziligini bildirganida, taraf-tarafdan guldastlarni tutib, uning himoyachilari, qo'llag'uvchilari, ham shunaqla har millat suyimli do'stlari sahnimizga yetib keldi. Oldi bilan biz uchun guldastlarni sungan suyimli do'stlarimizga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Halimada, kanım oğlu şaylı. Mübarek olsun. Aldı bilen. Bugünkü Ketren akşamıga appak libasınız bilen. Tozdek içilip yetip gelgenliginizden xursand bulduk. Köp rahmat. Bana qaraydigan bolsak, jay-jaylardan
ilimizden, Abdunum rayonimizdan joy-joylardan sayohatchilar kelib, Turpanni qaynam tashqinlik uchun dirayotgan mana shuningdek paytlarda naqshingizni anglash uchun bir-biridan qaltis, bir-biridan suyumlik va san'at qumar do'stlarimiz alayda qadam tashrif qilibdi. Xushalmisiz? Salomingizni alaylik. İntayin xoşal, bugünkü hayacinimni basamayapman. Çünkü bugün mening hayotimdagi eng ahamiyatli, eng güzel bir kun deb o'ylayman. Mening kasbiy hayotim boshlanib ta hozirgacha mushundaq bir güzel akşamni o'tkazsam degan arzoyim bek uzun bo'lib ketgan. Bugün musha doltagan barcha azizlarimizning qo'llab, quvvatlishi bilan, qizg'in chavaklari bilan mushu sahnaga kelib, mushundaq bir güzel arzoyimni amalga oshirib o'tiryapman. Eng avval sizlardek aziz mehmonlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Albatta, bugün Altın üzüki yaxut gözdek yarışıp gelgen bizden san'at kasbimizdeki peşivalarımız Eytem Dadam, Mehmet Ali Abliz efendim Katarlık bizden radyo, televiziya, edebiyat sanat işlerine töküp koşkan ustazlarını köygen bulduk çay-çaylarda Mehmet Ali'de de sizge salımımızı bildirimiz. Onundan başka yanı qarang, muşu mening suyumlik dadam bilan opamni o şeyde çıraylı kolturdu. Veli Yaqub bilan Rizongul xonimga bir chavak berib aytaylik ya. Alayda rahmat aytaman. Muşu mening dadam opam azaldan men riyosatchilik qilgan faoliyatdagi bo'lmaydi, jiddiyleşib qolsa bolam deb. Bugun qatnashimiz aşı çıraylı qizning naqsini naq maydondan anglaymiz deb yetib kelibdi. Rahmat sizlarga. Pek sharaf his qildim. Rahmat ustozlar. Naq maydon kelib qatnashmaganlarga ko'p rahmat. Farzand baxtiga barcha ota-onalarimiz aman bo'lsin. Ota-onalarimizning baxtiga farzandlar vafodor bo'lsin. Yana siz shunday xo'shalliklar uchun qadam og'iningizda bizni xursand qilib, Pichan Naylik, Kiroran Naqshusul umididagi suyumli xizmatdoshlarimiz ajoyib hayvatlik bir dasturgul bilan chavak. Ko'p rahmat. 999 ton attirgul bilan huzurimizga yetib keldi. Buni endi qandoqmi qurab tugitasiz, qandoqmi huzurli ulgurasiz. Rahmat, rahmat. Bizning shu Pichan Naylik, Kiroran Naqshusul teatr umididagi chiroyli tojlar baka. Qaddingizda agmang malika, tojingiz tushib qoldi. Rahmat. Barcha xizmatdoshlarimizga ko'p rahmat. Jafo chekdinglar. Ko'p rahmat. Bo'ldi, kinodaqda Alima xonimni azroq orom ilib tayyorliklarni qilib olishga taklif etaylik. Ma'qul, rahmat. Baramat. Qadrli do'stlar, xushalmisizlar? Bir olqish berib atsanglar. Rahmat sizlarga. Albatta bizmi Ateş Yurt Turpanga ajoyib mehrim bor. Turpandagi do'stlarga ajoyib hurmatim bor. Har qatim kelganimizda xush keldingiz deb kulgan tabassumlardan muhabbat his qildik ekanmiz, qarindoshlik his qildik ekanmiz. Elimizning joy-joylaridagi har millat qarindoshlar har yil yozda Turpanning haroratidan, optipidan, ham shunaqlar shirin tamlik uzumlardan eg'iz tegishni orzulab kelyapti. Albatta ishimizga sayohatchilik palliga chiqayotgan shunday xayrli paytlarda mana shunday go'zal konsertlarning kundan kunga ko'payishiga ergishib, Turpanning sayohatchiligi yana bir baldaq yuqori ko'tarilgisi. Yana bir qatim ovozinglarni anglashga ehtiyojim bor. Chavaklar bilan navbatdagi mehmonimizni sahnamiz taklif etamiz. Marhamat. Qadrli do'stlar, bizning bugungi bu katta murosimimizni Şinjan Katran Biyo-Fan Texnika chekish shirkati alayda qo'llagan. Şinjan kuychi madaniyat taqdi chekish shirkati uyushtirgan. Ham shundaqla Pichan Naylik, Kiroran Naqshusul teatri umiki hamkorlashgan. Albatta mana shunday xayrli paytlarda bizni qo'llagan o'rinlarga va rahbarlarga minnatdorligimizni bildirishdan boshqa, yana Xanju Adash elektronlik savdo-sotiqsiga, Pichan xoni suratchiligiga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Shunday naq maydondagi aziz do'stlar, mana gerçi biz Xalq maydonida birga jam bo'lib, yiqimliq naqshilarga sir tuturib quloq selayotgan bo'lsaqmi, yangiratqullarimizning, chiroq tuyg'ularimizning bizga ajoyib zo'q ato qilishida bizga xizmat qilayotgan suyumli do'stlarimiz bor. U bo'lsa-mu chiroq tanshig'ichi Varis guruhidagi do'stlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Ham shunaqla ovoz tanshashga mas'ul Tursun efendimga, Tursun Jafo efendimga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat armag'aysizlar. Shunaqla surat kelish xizmatiga mas'ul Ablajon Ili efendimga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Biz hayajon ilkida ajoyib suyumlik bir do'stimizni musha sahnamizda uchirtimiz. Bu mehmonimizni sahnaga taklif qilishga balki mening ovozim yetmasligi mumkin. Buningga Turpandagi do'stlarimizning yangroq sadolari, olqishlari ketadi. Qadrli do'stlar, hayajon ilkida Ipak Guli sadosi programmasidagi chempionlik tojini beshiga kiygan ustoz yetakchi, ham shundoqla yillardan buyon o'zining yiqimliq naqshlari bilan bizning qalbimizga iz silib kelayotgan muhtaram san'atkorimiz, olqishliq cho'lpinimiz Tosh Muhammad Botir efendimni sahnamizga taklif etamiz. Sahnamizga marhamat. Salom do'stlar, yaxshimisizlar? Oldi bilan men Tosh Muhammad Botirdan Turpan diyoridagi barcha azizlarga o'tliq salom. Bugünkidek ahamiyatlik bir kechilikda
sizlar bilan görüşüp, sizlar uchun xizmatda bo'laligimdan intayin xursandman. O'z navbatida barcha azizlarimiz uchun chiroyli usulli kuylar Dabançın qizi bilan sizlar uchun xizmatni boshlab ketmoqchiman. Marhamat, o'zingizlar bo'lsin. Rahmat. Davancının yolu taşlık tavuzu bekler. Davancının yolu taşlık tavuzu bekler. Davancında bir yarım da pember kan artık. Davancında bir yarım da pember kan artık. Pember kanim geldi koyayım. Pember kanim geldi koyayım. Geldi güçlüm sayasına taşla koyayım. Geldi güçlüm sayasına taşla koyayım. Ah Rahmat, teşekkür. Rahmat. Oy, rahmat. Rahmat, ko'p rahmat azizlarimizga. Rahmat, teşekkür. Endi navbatda barcha azizlarimiz uchun o'zim intayin yaxshi ko'radigan ijodiy naqshlarimdan birini taqdim etmoqchiman. Naqshining ismini e'lon qilmasam, agar azizlarimizga yarab qolsa, men uchun eng qimmatli bo'lgan olqishlar bilan madad bersa degan iltimosdaman. Marhamat, o'zingizlar bo'lsin. Rahmat, teşekkür. Rahmat. Me'yadrak issam rahat o'xshaydi. Bu gecede yürümem tenha. Tapalmış aydek yüzümni. Kalalmadım derdim
derman Qılay debmi yana özümni Bu kechida yürümen tenha Tapalmag'aç oydek yüzümni Qilolmadim dardimga derman Qilay debmi yana özümni Bu kechida yürümen tenha Tapolmadim bir seni izlab Tenha yana bir o'zim yolg'iz Qaydim topay baxtimni izlab Bu kechida yurman tenha Tapolmadim bir seni izlab Tenha yana bir o'zim yolg'iz Qaydim topay baxtimni izlab Alamadım hiç kimden cevap Yürer yarım yolunga qara Qaydım tapay yalğızım seni Tenha yürerme yolunga Alamadım hiç kimden cevap Yürer yarım bir sana qara Qaydım tapay yalğızım seni Tenha yürermen yolunga Bu kechida yurman tenha Tapolmadim bir seni izlab Tenha yana bir o'zim yolg'iz Qaydim topay baxtimni izlab Bu kechida yurman tenha Tapolmadim bir seni izlab Tenha yana bir o'zim yolg'iz Qaydim topay baxtimni izlab Aha Rahmat. 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 Rahmat eserimizga. Rahmat, teşekkür. Rahmat. Rahmat. Rahmat sizlarga. Rahmat. Rahmat.
Rahmat, rahmat. 好的，再次感谢他是美体老师，感谢您的 Rahmat, 到来， rahmat, 感谢 jaziramizga 你的 ko'pdan 美 ko'p 妙的 rahmat, 歌声 teşekkür.，感谢 Rahmat. rahmat aka. Rahmat. Yana davomli chiroyli sahnalarimizda, yo'riq uchrashishlarımizda sizni ko'rishni xohlaymiz aka. Rahmat ukam. Rahmat. Turpan xalqi nomidan sizga ehtiromimizni bildirdik. Shunaqla hurmat bilan uzatib qo'yaylik. Rahmat. sizga. Rahmat, ko'pdan ko'p rahmat. Teşekkür. Rahmat azizim. Aziz mehmonlarimizning bizning xushliqimizga xushlik qo'shishi albatta bugungi yig'ilishimizning qimmatini baldoqma-baldoq yuqori ko'tardi. Vaqtni, bolalikni, yoshlikni, hatto hayotni oldirang'u deb qo'ydi cho'nglar. U nega oldiraydi? U dal mana shuningdek mehnatkash yuraklarga, go'zallik va yaxshilikni bildigan qalblarga oldiraydi. Bugun o'zining umr hayotini san'at kasbiga bag'ishlab, naqshi bilan ro'yi ko'tarilib, naqshi aytganda o'zining qadr-qimmatini namoyon qilib kelayotgan Halima xonim sahnamizda yana chiroyli naqshlar bilan kayfiyatimizga xushlik qo'shish uchun o'zining katta asarlarini tayyorlab, biz uchun xizmatda bo'lmoqqa taqib bo'ldi do'stlar. Qandoqda chavaklarimiz bilan Halima xonimni yana bir qatim sahnamizga taklif etamiz. Sahnamizga marhamat, chavak. Bağımın anarı var, körüp oysla yarın, körüp oysla yarın. Teşdalığın peseysun, kara poysla yarın. Teşdalığın peseysun, kara poysla yarın. Şaklaydı ya şaklaydı, kapak direk şaklaydı, kapak direk şaklaydı, kapak direk astida yarım beni saklaydı. Kapak direk astida yarım beni saklaydı. Bağdaki pakaşapı pişmay durup sargaydı, pişmay durup sargaydı. Yarım ne yoklap basam kesilidim sakaydı. Yarım ne yoklap basam kesilidim sakaydı. Şaklaydı ya şaklaydı, kapak direk şaklaydı, kapak direk şaklaydı, kapak direk astida yarım beni saklaydı. Kapak direk astida yarım beni saklaydı. Şaklaydı ya şaklaydı, kapak direk şaklaydı. Şaklaydı ya şaklaydı, kapak direk şaklaydı. Kapak direk astida yarım beni saklaydı. Kapak direk astida yarım beni saklaydı. Şaklaydı ya şaklaydı, kapak direk şaklaydı. Kapak direk şaklaydı, kapak direk astida yarım beni saklaydı. Kapak direk astida yarım beni saklaydı. Rahmat, hammalarga ko'p rahmat. Oy rahmat ota, rahmat. Rahmat, rahmat. Qandoqda Ko'pchilik. biz naqshingizni anglashga intizor. Siz zodi kimga intizor emas? Bu naqshingizdan birlikda javob deb baqayli. Marhamat. Rahmat.
Qo'lidagi gulga tashna edim, zor edim. Qo'lidagi gulga tashna edim, zor edim. Dilidagi so'ziga bekmo intizor edim, bekmo intizor edim. Dilidagi so'ziga zebmo intizor edim, zebmo intizor edim. Günümde kelmegen aşık bana yar emes, aşık bana yar emes. Günümde kelmegen aşık bana yar emes, aşık bana yar emes. Közüm tutkini bilen dilim intizar emes, dilim intizar Aramızda ne davam, ne dürtüler var idi, ne dürtüler var idi. Aramızda ne davam, ne dürtüler var idi, ne dürtüler var idi. Üstümüzde bir asman, tehdimizde dar idi, tehdimizde dar idi. Üstümüzde bir asman, tehdimizde dar idi, tehdimizde dar idi. Günümde kelmegen aşık bana yar emes, aşık bana yar emes. Günümde kelmegen aşık bana yar emes, aşık bana yar emes. Közüm tutkini bilen dilim intizar emes, dilim intizar emes, dilim intizar emes. Barcha azizlarimga ko'p rahmat. Hammanglarning mushu maydonda mening xushalligimni ko'rib o'tirganlarning hammasi ancho xushallik. Rahmat. Tuvandagi naqshamda hammanglarning huzurida sunaman. Yar sana. Qani mening yarim nada ekan? Bu naqshamni yo'ldashim Yusufjon sovg'a qilaman. Rahmat. Ay bilen kunni qo'shib elchi evettim yar sana. Elchi evettim yar
Qadrli do'stlar, Ketren akşamı yaqimliq naqshlarning julasi bilan o'zining yorqin taraflarini bizga namoyon qilayotgan paytda Halima xonimning suyumlik yo'ldoshi va vafodor farzandlari, urug' tuqqanlari dasta gullar bilan bugungi xo'shallik uchun tantana qilib huzurimizga yetib kelibdi. Qani yana bir qatim olqishlarimizni berib, bu baxtlik oilaga, shundaqla bu suyumli qarindoshlarga, do'stlarga muhabbatimizni, mehrimizni, olqishlarimizni bildirsak, rahmat sizlarga. Ben şu güzel minutlarda şundaq bir ko'ngil so'zlarimni aytib olg'imba. Bugünkidek şu arzu armanlarım amalga ishida birinchi bo'lib yo'ldoshim kaynimda turib, hamma jihatdan shunchalik qo'llab, madad berib, ta mushu kamgacha bel quvvatmasligimga birdan bir yulak bo'lib keldi. Mushu bahonada men yo'ldoshimga, ikki farzandimga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Rahmat, meni qo'llab berganingizga ko'p rahmat. Shuning bilan birga qiynanam, qarindoshlarım, urug' tuqqan do'stlarim, savoqdoshlarim hammanglar kaynimda turib shunchalik yaxshi madadlarni berdinglar. Ko'ngil sovg'alaringlar ko'p rahmat. Sizlarning bergan madadlaringlar yetarli edi, rahmat. Hammanglarning ishlaringlar o'ng'ishli, ta'laringlar salomat bo'lg'ay. Yaxshi tilak yerim davlat deb albatta mana bu shuningdek chiroyli so'zlar bilan qalbimiz illidi. Hamda naq maydondagi barliq do'stlarimizning har kun, har tunlariga mehr, muhabbat va xo'shallikning, kutilmagan omadlarning yor bo'lishini umid qilamiz. So'g'dingizni berib bo'ldingiz-da. Nima berdingiz? Bundan keyingi sening texmo salomat oltindek ahamiyatli kunlarning o'tishi uchun endi soat Muborak bo'lsin, baxtli oilanglarga ko'zdak bo'lsin. Rahmat. Shundoq bir do'stim bor, sahnalarda o'zining mag'rur qiyofati va xush ovozi bilan jillardan buyon kuylar elchi deb atilib kelayotgan bo'lsa, yaqinqi mezgillarda yana o'xshashdan Yepak yo'li sadosiga o'xshash olqishliq programmalarda ustozlik martabasiga erishib, Patarda nurg'ulg'an yosh ini-singillarimizni, har millat san'at shaydonlarini yetaklash uchun xizmatda bo'lmoqchi. Qanundaqda navbatda bugun biz uchun markaziy shahar Urumchidan ot choptirib huzurimizga yetib kelgan Shahzodi Kabi do'stimiz Hazrati Ali Muhammad Tursunni sahnamizga taklif etamiz. Marhamat, chavak. Chavaklar uzilmaydi, ha? Chavak. Salam, Ketren akşamı Halima adamның bugungi naqshkechilikka Iroq yaqindan qadam tashib qo'ygan barliq aziz mehmonlar, akalarım, achilarim, do'stlarim, ini-sing'illarim, yaxshimsizlar? Hammalar do'stinglar Hazrat Alidan salom bo'lsin. Rahmat. Chiroyli olqishlab berganlar barliq mehmonlarga rahmat. Hammalar bilan bugun shu naqshkechilik orqali yuz ko'rishimga nihoyat xushalman. Unda bo'lsa hammanglarning oliy o'rim tinglagan men bu naqshlarimdan bir nechini so'qsam, hammanglarni yaxshi ko'rib olishinglarni umid qilaman. Avval o'zim nihoyat yaxshi ko'rib aytilgan nihoyat bir xushallik bir naqshim bor. Bugun shu naqshkechilikka qadam tashib qo'ygan barliq aziz mehmonlar so'qsam deb Alloh tayyorlik bilan keldim. Unda bo'lsa hammanglarning yaxshi ko'rishinglarni umid qilaman. Do'stlarning menga masaj berishini umid qilaman. Hammalarga rahmat. Hammalar xushallik bo'lsin. Rahmat. Ümitimge yar bulsa taparu nigarni. Ümitimge yar bulsa taparu nigarni. Adılda arman var bulsa çar o dilberini. Adılda arman var bulsa çar o dilberini. Hepçe huşallik küller yanda dostum yarenler. Yanda dostum yarenler. Demedim mi? Kızgülgeyimiz demedim mi? Tenkülgeyimiz demedim mi? Bu bahtiyar zamanda sen külgeysen demedim mi?
kelgende g'am qayg'uga patmag'in. Acca xuşallik günler Yanda dostum yarenler Demedim mi, demedim mi Sıkılgaymiz demedim mi Ten kölgaymiz demedim mi Bu bahtiyar zamanda Sen gülgeysen demedin mi Hemmimiz gülümüz demedin mi Rahmat Bikmallah, hammalar salomat bo'laylik. To'qimi xushalliqlar bo'lsin. Demedim mi, demedim mi Sen gülgeysen demedin mi Hemmimiz gülümüz demedin mi Rahmat. To'xtamay alqishlarni bergan, to'xtamay har xil usullarda guldastlar bilan men o'zining hurmatini izchil bildirgan barliq do'stlar hammalarga rahmat. Deşti ara mecnun menindeki Kütmemiş devran Koyundek her zaman biri körmegen Vadide sergerdan Ni enduhu malalımga Beliye Ni sevda hücumumga malamet Vay Malamet behridek kaya
chiroyli muqomimizdan ariya o'rlab berganingizga ko'pdan ko'p rahmat edi. Hayotimizda Rahmat. muhabbatni, sevgini, yaxshilikni, hattoki talantni ifodalashni bilishimiz kerak. Rahmat. Qisqagina ömrümüzde özümüzden mana shunday güzel tuygularımız bilan boshqalarga mehriyat ko'rsatdik ekanmiz. Mana qarang, siz bugun bulbul bo'lib xandan urib sayrag'iningizda atrofingizda do'stlaringiz gul bo'lib echilyapti. Nima degan baxtliksiz? Rahmat. Shularning qatorida ininiz Ezizjon Jiroq ishkiri o'lkalarda xizmatda bo'lganlik uchun naq maydonimiz kelamay, bu bir dasta gulni sizga avatibdi, topshirib elib olg'aysiz. Rahmat. Inim qayrindishim Azizjonga ko'p rahmat. Mush yerda men ikki og'iz bir rahmatimni bildirib olgan bo'lsam, Xo'sh. hurmatli mehmonlar, mushundaq bir go'zal kunlarda mening eng suyumli qayrindishim inim Azizjon mushu kunlarning ro'yobga chiqishi uchun birdan-bir kuchab, kuychi madaniyat shirkatidagi mamtimin inim va boshqa mushu sahnamizning kaynida xizmat qilayotgan barcha azizlarimiz, qarindoshlarimizning kuchida bugungi mushu go'zal arzuim amalga oshdi. Men mushu yerda shundaq bir faxrlanib turib deymanki, inim Azizjon haqiqatan mening bir faxrlangudek esil qarindishim. Rahmat inim, jafo chekding. Rahmat. Senga qanchalik rahmat desam arziydi. Hozircha mushunchalik rahmat aytib turay. Rahmat. Qarlıqaşqa su berdi, qeyrindaşqa can deb, albatta qeyrindaşlarımızdan, urug' tuqqan yaro do'st birodarlarimizdan, bizga qeyrindaşlıq yo'rida vafo ko'rsatayotgan do'st yaralarimizdan mana shunday xayrli paytlarda yonimizda turmoqmi hayotimizga baxt hisoblandik. Qadrli mehmonlar, undaqda chiroyli kalimalarni yana bir qancha minut aram elib olishga taklif etaylik. Ham shunaqla yana davomli aziz mehmonlarimizda sahnamizda taklif etamiz. Ushbu damlarda diqqatingizda bo'layotgani Kattiran oqshimi nomida rahmat edi. Rahmat. Mishay bir chavakilamdi ya. Hozirgi minutlarda sizlarning kayfiyatinglarni tatliq etib huzuringlarda bo'layotgani Kattiran oqshimi nomida ilib berilayotgan Shinjon Kattiran biopatexnika cheklik shirkati alayida qo'llagan Shinjon kuychi madaniyat taqdis cheklik shirkati o'tkazishni o'z ustiga olgan ajoyib xayrli bir qitimliq naqsh murosimimiz. Biz bu qitimqi yig'ilishimizda Halima Yusuf xonimning cho'ng tipdagi naqsh kechiligi nomida chiroyli naqshlarga quloq solgandan boshqa yana Halima Yusuf xonimning kuylariga kuylar qetib, joy-joylardan yetib kelgan san'atkorlarimizning oqoqidan sahnamizga hayajon ilkida taklif etyapmiz. Shularning qatorida navbatda bizning ajoyib o't yurak san'atga bo'lgan ishtiyoqi bilan yillardan buyon eng chiroyli naqshlar bilan, qalti samolar bilan bizni hayajonga selayotgan bir suyumli naqshchimizni, sahnaga yarashgan do'stimizni hayajonda saklimiz taklif etamiz. U bo'lsa-mu bizning faxrlik, ya'ni Xo'tan Qarqashdan alayda duldulg'i minib, san'at beg'idan uchib kelgan do'stimiz Odiljon Mamtimin apandim sahnamizga marhamat. Odiljon Mamtimin apandimning usulliq naqshlari albatta dillarimizga aram va xushluq beg'ishlaydi. Didar G'animat aka, xush kelibsiz. Sahnamiz sizga qoldi. Marhamat. Qani yana bir qitim chavak berib olsak, marhamat do'stlar. Oldi bilan huzuringizga vafodorim tibizki naqshimiz sunimiz. Mumkin bo'lsa telefondan chiqib bira mos tushmagan bo'lsangiz rahmat. Yüreğimde hacep bir duygu Besip olgan yürekni kaygı Közürümden yukalgan uyku Babadarım, güzel yarım Güzel yarım, kendi yarım sevdim seni.
yürgen bağlarni Əslab yürgen bağlarni Unutmasman yürgen çağlarni Vafadarım güzel yarım Kendigarım sevdim seni Vafadarım güzel yarım Kendigarım sevdim seni Rahmat. Turpan xalqiga o'tliq salom. Rahmat. Tuninglar salomat bo'lsin, ishtiringlar o'ngishli bo'lsin. Mangu baxtli bo'linglar. Rahmat. Geldi hazır ha? Yükseldiğe gel. Telefon çıkıp. Gözlerimden ketmez Gözleri kulağımda Sözleri unutmazmam Vafadarım sevindim seni Gözlerimden ketmez Gözleri kulağımda Sözleri unutmazmam Vafadarım sevindim seni Əslab yürgen bağlarni Əslab yürgen bağlarni Unutmasman yürgen çağlarni Vafadarım güzel yarım Kendigarım sevdim seni Vafadarım güzel yarım Kendigarım sevdim seni Rahmat. 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 Yana bir qitim bizning sahnadagi o't bo'lib chaqnayotgan qadrli naqshchi do'stimiz Adiljon efendimga olqishlarimizni beramiz. Yana chiroyli sahnalarda sizni kutamiz. Harmag'aysiz. Rahmat sizga. Rahmat. Adash elektronlik savdo supisi, tur supisimi alayda qo'lladi. Uningdan boshqa yana Pichan Xanish to'y foto suratchiligidagi Pattarjon efendimmi alayda bizning bugungi yig'ilishimizga kuch chiqadi. Minnatdorligimizni bildiramiz. Mana do'stlar, qaraydigan bo'lsak, Abdunum rayonimizni madaniyat bilan oziqlantirish chaqiriqiga aktiv ovoz qo'shib, elga yaqqan nodir kuylarimiz bilan yelkan chiqarib olg'a ilgarilayotgan mana shunday xayrli paytlarda
yaxshilar bor yanimdala. Yaxshilikning qini bordur qinimdala. Yaxshilikni yiroqlardan izlab yurma. O mevcut çokum ruhim canımdala. Yaxshilikni yiroqlardan izlab yurma. O mevcut çokum ruhim canımdala. Murakkab cilvesi var yaxshilarda. Yaxshilar kuylanadi naqshlarda. Murakkab cilvesi var yaxshilarda. Yaxshilar kuylanadi naqshlarda. Yaxshilar nur ziyadın xat yazdı. Diladın muhabbetlik kon qazıdı. Fazilat yaxshilikning qut belgisi. El avam yaxshilarga gül tezidu. Fazilat yaxshilikning qut belgisi. Yaxshilarga gül tezidu. Murakkab cilvesi var yaxshilarda. Yaxshilar kuylanadi naqshlarda. 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 Yaxshilar kuylanadi naqshlarda. Rahmat. Nima degan baxtsiz Alimada. Bugun bu akşamda qaragan yulduzlar siz uchun chaqnayotdi. Oyimiz siz uchun yo'rdi. Mayin shamol atrofingizdan agib ketmayotdi. Bugun sizni qo'llagan har millat do'stlar, faqat Abdunum rayonimizda emas, elimizning joy-joylaridan kelgan sayohatchilarmi mana shu xushliqimizga ulgurib kelibdi. Demak, oltin uziki yog'it ko'zdek yarishib kelayotgan bu xo'shalliklardan tirishchanligingizdan hodiq chiqdi deyman. Rahmat, hakikaten bugün şunçilik hayacanlanmaktaman. Uzundan buyon o'ylagan güzel arzuyum amalga oshdi. Hardog'im hakikaten chiqdi. Yaxshi damlarga ko'rurmanlarimizning, urug' tuqqan qarindoshlarimizning qadamlariga marhaba. Hammalarga ko'p rahmat. Bugün qancha rahmatimni aytsam, tashakkurlarimni aytsam, tilim ojizlik qilyotdi. Hammalarga yana bir qatam rahmat. Buldada yana davomli tayyorlik qilg'ashtiring. Biz bilan birlikda xushliqlarimizga jo'r bo'lg'ach, hodiqingizdan chiqag'aysiz. Yanadaqda aram ilish taklif etamiz. Qadrli mehmonlar, bugun Halima xonimning jumladan Turpandagi sayohatchi do'stlarning hurmati uchun joy-joylardan kelgan bizning suyimli naqshchilarimizning, har millat do'stlarimizning san'at shaydolarining oyiqi uzilib qolgani yo'q. Navbatda sahnamizga taklif etmoqchi bo'lgan bu do'stimizni men, ya'ni bizning bu suyimli yulduzimizni, yo'riq cho'lpinimizni zodi nimdab ta'riflashni qoida bilamay qolman. Uni ajoyib yaxshi bir serikchi va yoki noiti qaltis bir aktyor deysam, u yana naqshini ajoyib chiroyli aytadi.
Agar uni naqshlari bilan maqtay desam, g'oyida sahnalarda usul o'yinig'ida da ko'zlarimizni qamashtirdi. Mardona yigitning harakatlari bilan bizni o'ziga mahliyo qila oladi. Uni biz usulchi ta'riflayli deb to'g'inimizda g'oyida ekranlardagi o'zining obrazi bilan bizni hayron qoldirdi. Shundaqla bizning qoyilligimiz va moyilligimizni qo'lga keltirdi. Qanundaqda navbatimiz sahnamizga chaqirmoqchi bo'lgan bu suyimli do'stimizning ismini bilalaydigan do'stlarimiz bormidi? To'liq ismi. To'g'ri, navbatda hayajon elikida bugun bizning xo'shalligimizga jo'r bo'lib, o'xshamagan mahoratlari va san'at tuyg'ulari bilan bizga xo'shallik beg'ishlash uchun naq maydonimizga tayyor bo'lgan suyimli san'atkorimiz Muhammadjon Ro'lsaidni sahnamizga taklif etamiz. Sahnamizga marhamat. 尊敬的各位领导、各位来宾、吐鲁番的所有的朋友们，大家晚上好。Xo'sh, hurmatli rahbarlar, do'stlar, Turpandagi barliq aziz qarindoshlar. Bugun men Katran Aqshimi Salima Yusuf naqshchilik qilib sizlar uchun bir numar o'yinida sizlar uchun xizmat qila olganligimdan o'zimni nihoyatda cheksiz baxtli his qilaman. Men oldi bilan bizningki Junxo amaliyotlarning biri mana shu eg'iz marti bor. Qushqashlarni, hayvonlarni do'raydigan bir yerda nurg'un kichik do'stlarimiz balkim oila uy hayvonlarini do'rashni yaxshi ko'rishi mumkin. Shu kichik do'stlarimizningki xo'shallik uchun men oldi bilan bir xizmat qilsam. 我先表演一曲我们的中华文化之一口技表演，请谢谢。不是唱完歌。 Rahmat. Akşam nurgun küçük dostlarımız buluşu mümkün ha. Küçük dostlarımız öyde nemini doğru eylersiniz. Horazını doğru yaramsa.
Xo'raz. Qanda uyqushding, qandaqini o'rayalasa? Qo'y. Turpa chiqib Ba. Rahmat, unda qo'ysa barliq azizlarimiz uchun bir naqsh etsam, usul o'ynayolsangiz usul o'ynang, bo'lmasa chavuqingni bayam kerak. Qattiq chapamisanlar. Rahmat. Selamat bo'g'ay. Mush 2 kun nemini menga berdi. Mishar o'ltaqalarning hammasini ko'ngil so'g'i. Sammanlarga rahmat. Voy bak, qiz bola. Mani sal turibsan. Rahmat. Ma'qul, rahmat hammalarga. Sizlarni Etmon nomidagi naqshni o'zira elishga taklif etmoqchiman. Marhamat.
dostlar, mana sizlarning ishtirok qilishinglar bilan Ateş Yurt Turpanda ilib berilgan Ketren Akşımı namidagi Halima Yusuf cho'ng tipdagi naqsh kechiligimiz vaqt e'tibori bilan mushada oyoqlashdi. Jiroq yaqindan kelgan barcha sayohatchi do'stlarga, aziz mehmonlarga minnatdorligimizni bildirish bilan birga bizning bugungi yig'ilishimizni alohida qo'llagan, bugungi murosimimiz uchun kuch chiqargan Şinjan Ketren Biopen Texnika cheklik sheriktiga, ham shundoqla Şinjan Kuychi madaniyat taqti cheklik sheriktiga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Undan boshqa Pichan Kroren san'at umbikidan kelgan do'stlarimizga teşekkürümüzü bildirimiz. Rahmat sizlarga. Qadrli do'stlar, Halima xonimning yana chiroyli naqshlarini chiroyli sahnalarda, chiroyli kunlarda anglashqini sifatsin. Yana bir qatim biz uchun ajr qilganingizga, bulbuldek sayrab berganingizga teşekkürümüzü bildirib, mana mushu xayrli oqshomda sizlar bilan mushu paytlarda xo'shlashmoqchimiz. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.